Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Dunya Uyghur Qurultiyi to'g'ri televiziyasi күнділік xəvərlər proqramımızga xoş gəldinglar. Men Hidayat Musacan. Bugün 12 ayının 21 günü seyşembe. Hammalarning shu vaqtda xayrlik bo'lsin. Aziz ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizlər bugünkü xəvərlər proqramımızın təfsilatida bo'lsin. Yaqında Dunya Uyghur Qurultiyining boshlamchiligida chet ellardagi Uyg'ur tashkilotlari va ba'zi islom tashkilotlarini o'z ichiga olgan 100 ga yaqin tashkilot birlashib, islom hamkorlik tashkilotiga ochiq maktub yo'llab, ularni Sharq Turkistondagi Uyg'ur qirg'inchiligiga sukut qilib turib olmaslikka chaqirdi. Bosh shtabi Saudiya Arabistonning Jiddiy shahridagi islom hamkorlik tashkilotiga hozir 57 islom davlati a'zo bo'lib, bularning ko'p qismi xalqaro munbarlarda Xitoy hukumatining Uyg'urlarni bostirishini qo'llaganligi uchun tanqidlarga uchrab kelgan edi. 18 dekabr günü Dunya Uyghur Qurultiyining tor betida e'lon qilingan bu vaqtdagi ochiq maktubda aytilishicha, ular Uyg'urlarning lagerlarga qamalishi va zo'r tutqunga giribtor bo'lishi haqidagi umumiy ahvolni yana bir qitim eskartib o'tgan. Orqada Xitoy hukumatining islom diniga doir barcha hodisalarni, jumladan namoz o'qish, soqol burut qo'yish, halol harom tushunchasi bo'yicha yashash qatorliqlarni terrorlikqa bog'lab Uyg'urlarni bostirayotganligini, masjidlarning cheqilib musulmonlarning cho'shqa go'shi yeyishga majburlanayotganligini bir-birlab tilga ilib, Xitoy hukumatining Uyg'urlarga qilayotganlari allaqachon qirg'inchilik deb jakarlandi. Bu vaqtdagi isbotlar tog'dek do'linib yetibdi. Endi sizlarning bu qadar zulmga sukut qilishinglarga qilchimi o'rin qolmadi deyildi. Maktubning oxirida ular islom hamkorlik tashkilotini Xitoyning zulmlariga sherik bo'lmaslikka hamda haqqoniyatni yoqilib, dunyo miqyosida o'zining izzat obro'yini amalga oshirishga da'vat qilgan. Ma'lum bo'lishicha, bu ochiq maktubga Malayziya, Indoneziya, Tayland qatorliq joylardagi dongliq islom o'limalari, shundaqla dunyoning har qaysi joylaridagi mutlaq ko'p qism Uyg'ur tashkilotlari birlashib imzo qo'ygan. Bu yil 11 ayning 13 kunidan 14 kunigacha Chexiyaning poytaxti Pragda o'tkazilgan 7-navbatlik Dunya Uyg'ur Qurultiyidan buyon Qurultayning yangi rahbarlik hay'ati har qaysi ellardagi Uyg'ur jamoatlari bilan orqa-orqadan maxsus suhbatlarni uyushtirib, ularning Dunya Uyg'ur Qurultiyi haqidagi turli savollarga va tanqid fikrlariga astoydillik bilan javob berib kelmoqda. 7-navbatlik Qurultaydan keyin Qurultiyi raisi Dolqun Aysa, Qurultayning muavin raisi Zubayra Shamsiddin va Qurultiyi ijroiya komitetining raisi Umar Qanotlar oldi bilan Washingtonda Amerikadagi bir qism Uyg'urlar bilan ochiq suhbat elib berib, ularning turli savollarga javob bergan. Uyg'ur kishilik huquq qurilishining tor beti orqali naq maydondan tarqatilgan bu ochiq suhbat muhojiratdagi qarindoshlarimizning qizg'in olqishiga sazovor bo'lgan. Suhbatdan keyin Amerikadagi o'qituvchi yoshlarimizdan Mirzat Yo'lvoz qatorliqlar o'zlarining Facebook sahifalarida e'lon qilgan bayonotlarida bu qitimgi ochiq suhbatdan nihoyat mamnun bo'lganligini va o'zlarining kallasidagi qurultayga bo'lgan ko'plagan gumoniy nuqtalar va tushunishmasliklarning yeshilganligini ifoda qilishgan edi. Orqadagi Qurultiyi raisi Dolqun Aysa, muavin raislardan doktor Erkin Akram, Zubayra Shamsiddin, Qurultiyi ijroiya komitetining raisi Umar Qanot qatorliqlar Yaponiya Uyg'ur jamiyatining rahbarlik hay'ati va a'zolari bilan maxsus tor orqali suhbat yig'ini uyushtirib, tashkilot raisi Abdukarim Abdurahmon boshchiligidagi qarindoshlarimizning qurultayining g'oya maqsadlari va yetakchi ideyasi, shundaqla milliy harakatimizda saqlanayotgan masalalar haqida turli savollarga javob berdi. Suhbat oxirida Yaponiya Uyg'ur jamiyatining a'zolari kallasida yeshilmagan ko'plagan nuqtalarda tushunish hosil qilganligini va bundan keyin o'zlarining Dunya Uyg'ur Qurultiyiga bo'lgan qo'llashini yanada oshiradiganliklarini ifoda qilishdi. Dunya Uyg'ur Qurultiyi raisligi yana marhum liderimiz Isa Yusuf Olibtekin apandimning vafotining 26-yilligi munosabati bilan 17 dekabr juma kuni Turkiyadagi bir qism Uyg'ur yoshlari bilan motor orqali maxsus suhbat elib bordi. Qurultiyi yoshlar komitetining uyushtirishida o'tkazilgan mazkur uchrashuvda so'z qilgan Qurultiyi raisi Dolqun Aysa, muavin raislardan doktor Erkin Akram, Zubayra Shamsiddin, Parat Yo'ronqosh, Qurultiyi ijroiya komitetining muavin raislaridan Samat Abla, Turg'unjon Alovdin qatorliqlar Turkiyadagi yosh aktivistlarimizning Qurultiyining xalqaro siyosiy sahnada elib berayotgan xizmatlari, Qurultayning yoshlar xizmati to'g'risidagi plan programmalari, shundaqla navbatda ijtimoiy taratqularda Qurultayga qarshi o'tirg'i chiqqan turli inkoslar haqidagi savollarga javob berdi. Dolqun Aysa apandi suhbat jarayonida qilgan so'zida Turkiyadagi yoshlarimizni marhum liderimiz Muhammad Emin Bug'ra va Isa Yusuf Olibtekinlarning kamtar, oliyjanob, oddiy sodda axloqidan o'rnak ilishqa, ularning o'z xalqining erkinligi, vatani Sharq Turkistonning mustaqilligi uchun bir umr tinimsiz kurash qilishda qaysar irodasiga vorislik qilishqa va oy yulduzliq ko'k bayrog'imizni vatanimiz Sharq Turkistonning samolarida javlon qildirganga qadar mustaqillik kurashimizdan aslo voz kechmaslikka chaqirdi. Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Kengeshining tan jazosiga qarshi turish komiteti Marokash sud mahkamasining Marokashda tutqunda turayotgan Uyg'ur faoliyatchi İdris Hasanni Xitoyga qaytarib berishga yeshil chiroq yiqishiga qarshi harakatga o'tgan.
Тән жазасыға қарыштырыш комитеті өткен аптаның ақыры İdris Hasanның делосыға аралашып, өзінің xalqaro ahdnamelardagi vaqtliq tadbir qo'llanish mexanizmini ishga solgan. Ma'lum bo'lishicha, Marokash Birlashgan Davlatlar Tashkiloti tan jazosiga qarshi ahdnomasiga imzo qo'ygan davlat bo'lish sifatida Birlashgan Davlatlar Tashkiloti tan jazosiga qarshi turish komitetining İdris Hasanni Xitoyga qaytarishni vaqtliq to'xtatish to'g'risidagi talabiga 6 oy ichida javob berishi kerak ekan. Tan jazosiga qarshi turish komiteti 16 dekabr Marokash doiralariga yo'llagan talabnomasida har qanday bir davlatning har qanday kishini qaytariladigan davlatda qiyin qistoqqa uchrash xavfiga duch keladiganligiga oid mohiyatlik asosi bo'lgan hamon o'z zaminidan qo'g'lab chiqarish, qaytarish yoki boshqa shakllarda yutkashga huquqi yo'qligi eskartilgan. Tan jazosiga qarshi turish komitetining aytishicha, Marokashning İdris Hasanni Xitoyga qaytarish qarori shaxsga qarata har qanday shakldagi baholash ilib bormagan, xavfni dangsab boqmagan ahvolda ilingan bo'lib, bu xalqaro huquq va musofirlar qonunidagi mutlaq qaytarishga bo'lmaydiganligiga oid belgilamalarga ochiq oshkora xiloflik qilish hisoblanadi ekan. Birlashgan Davlatlar Tashkilotining tan jazosiga qarshi turish komiteti o'zlarining vaqtliq tadbir ilish mexanizmini kishilik huquq qo'g'duvchilarini mudofaa qilish tashkiloti bilan O'rta Sharq va Shimoliy Afrika kishilik huquq guruhining talabiga binoan ishga solgan. Bu yil 7-oyda Marokashning Casablanca xalqaro aerodromida tutib qilingan İdris Hasan Marokash sotida sotlangan. Uning soti yaqinqi 5 oy ichida 5 qitim kechiktirilgan. Interpol, ya'ni xalqaro soqchi tashkiloti uningga chiqargan qizil toshliq tutish buyrug'ini bekor qilgan bo'lsa-mu, biroq Marokash arziyat soti o'tgan hafta hukm chiqarib, uning Xitoyga qaytarilishiga yeshil chiroq yoqqan. Arziyat sotining qarori oxirgi hukm bo'lib, buning yuqori darajali Marokash sot mahkamalariga arz qilish yo'li etilgan. İdris Hasanning Marokash Xitoy orasidagi almashtirish kelishimiga asosan Xitoyga o'tkazib berilish xavfi vaqt masalasiga aylangan. Buning bilan bu delodagi birdan-bir umid Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq mexanizmida qolgan. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti tan jazosiga qarshi turish komiteti bu ahvolda vaqtliq tadbir qo'llangan edi. Kishilik huquq qo'g'duvchilarini mudofaa qilish tashkilotidagi Laura Hartning aytishicha, davlatlar orasidagi o'zaro o'tkazib berish yoki diplomatik kapolatlar bu davlatlarni xalqaro kishilik huquq va musofirlar qonunlarida ustiga olgan majburiyatidan xoli qilmaydi ekan. Navbatda Marokashning Birlashgan Davlatlar Tashkiloti tan jazosiga qarshi turish komitetining talabiga qachon va qanday javob beradiganligi ma'lum emas. Lekin kishilik huquq qo'g'duvchilarini mudofaa qilish tashkilotining mas'uli Laura Hartning aytishicha, Marokash Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga 6 oy ichida javob berishi kerak ekan. U İdris Hasanning shuningga qadar davomli tutib turilishi mumkinligini bildirdi. Laura Hart mundaq deydi: Ular 6 oy ichida javob berishini kutadi. Chunki hozir tan jazosiga qarshi turish komiteti to'liq baholash elib beryapti. Komitet uning javob berishini talab qilib, ba'zi jiddiy savollarni avatadi. Ularning buningga javob berishi uchun 6 oy vaqt topadi. Bu 6 oy ichida komitet bir qarorga kelguchi İdris va boshqa kishilar davomli turmada tutib turiladi. Biroq hozirdan tortib biz hal qilishga tegishli yana bir masala Marokash hukumatining tan jazosiga qarshi turish komitetining qaroriga amal qilib, uning o'tkazib berilishidan saqlashdir. İdris Hasanning delosi Xitoy hukumati Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik qilinish bilan ayblanayotgan bir vaqtda qattiq qo'lg'uli qo'zg'ab, xalqaro bir deloga aylangan. Marokash hukumatining harakati ba'zi g'arb hukumatlari, parlament a'zolari va kishilik huquq tashkilotlarining tanqidiga uchragan. Chegarasiz muxbirlar tashkiloti 20 dekabr e'lon qilgan bu vaqtdagi bayonotida Marokashning İdris Hasanni darhol qo'yib berishini talab qilgan. Bayonotda Marokash hukumati bu o'tkazib berish talabining siyosiy muddaosini nazardan saqit qilolmaydi. Agar İdris Hasan Xitoyga o'tkazib berilib, jazolashga uchirsa, bu og'ir mas'uliyatni ustiga oladi deyilgan. Qozog'istondagi Uyg'urlar tarafidan qurilgan jamiyatlik tashkilotlarning Qozog'iston mustaqillik olgandan buyon Uyg'urlarning ona tilini, tarixini, madaniyatini targ'ib qilib kelayotganligi ma'lum. Ana shularning biri Turan Dunyasi Turkiya xalqlar madaniyati jamiyatlik fondi yaqinda o'zining qurilganligini xotirlab o'tdi. 18 dekabrda Olmuta shahrida o'tgan mazkur murosima Qozog'iston mustaqilligining 30 yilligi va Turan Dunyasi Turkiya xalqlar madaniyati jamiyatlik fondining 10-yilligini nishonlashga bag'ishlandi. Murosim 2 yo'linishdan, ya'ni Turan Dunyasi 10 yil nomli kitobni tonishtirish bilan tantanali yig'in o'tkazishdan tashkil topdi. Turan universitetida o'tgan Turan Dunyasi 10 yil nomli kitobini tonishtirish murosimi universitetning Qozog'iston xalqi ansambliyasi bo'limi, ya'ni bo'lim boshlig'i, tarix fanlarining doktori Professor Ablat Kamalov tarafidan uyushtirildi. Onunga Qozoq va Uyg'ur ziyolilari, shu jumladan Dunya Uyg'ur Qurultiyining oliy maslahatchisi Qahramon G'ojam berdi. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti maslahat kengashining a'zosi, Poligon xalqaro fondining raisi Nurlan Bo'ztoyev, DUQ TV televiziyasining vakili Nurg'ali Jusupboy, Qirg'iziston oliy kengashi 5-chaqirilmaning a'zosi Tursuntay Salimov, Qirg'izistonning jamiyat arbobi Umarjon Hamroyev qatorliq kishilar qatnashdi.
Mazkur marosimda so'zga chiqqanlar Turan Dunyasi fondining elib borgan ishlarini yuqori baholab, Turkiya xalqlar do'stligi, birligi, shundaqla Uyg'ur xalqining tarixi, madaniyati haqida o'z qarashlarini o'ttirg'a qo'ydi. Turan Dunyasi fondi tavalludining ikkinchi qismi Quddus Xo'jamyorov nomidagi Davlat akademiyalik Uyg'ur muzikalik komediya teatrida uyushtirilgan cho'ng bayramlik konsert bilan davom qildi. Bu marosim Cumhuriyetlik Uyg'ur etno madaniyat markazi, Uyg'ur teatri va Turan Dunyasi fondi tarafidan uyushtirildi. Konsert boshlanishdan ilgari uning mudiri Karlin Maxpirov fond faoliyati haqida qisqacha doklad qildi. Ondan Nava ansamblining naqshlarining qatnashishi bilan UNESCO tarafidan Dunya madaniyat merosi tizimiga kirgizilgan Uyg'ur xalqining muzikalik merosi 12 muqomdan rak muqomi tomoshabinlar diqqatiga sazovor qilindi. Konsertga Ozarbayjon, Qirg'iziston, O'zbekiston, Turkiya, Turkmaniston elchixonalari, shundaqla Ozarbayjon, Boshqurt, Qirg'iz, Qrim tatar, O'zbek, Turkman, tatar va boshqa etno madaniyat markazlarining vakillari qatnashdi. Konsert oxirida so'zga chiqqan madaniyat markazlarining vakillari, ziyolilar, jamiyat arboblari va boshqalar fondi ishining faoliyati haqida o'z fikrlarini bildirdi. Mazkur marosimda ko'rnakli jamiyat arboblari, madaniyat, san'at va ilm-fan vakillari Turk dunyosi taraqqiyotiga qo'shgan tuhfasi uchun do'stlik jamiyatlik medali bilan taqdirlandi. Xitoy hukumatining Sharq Turkistondagi qirg'inchilik qilmishi tufaylidan bir qism g'arb ellari Beijing qishliq olimpik musobaqasini diplomatik boykot qiladiganligini e'lon qilgan edi. Kanadalik sobiq qor telish chempioni Jero Nilson o'zining Beijing olimpik musobaqasini boykot qilish cho'qonlari bilan yaqinda bu chaqiriqqa ovoz qo'shdi. CBC agentligining 19 dekabrdagi obzor maqolasida ko'rsatilishicha, Jero Nilson xalqaro qor telish musobaqalarida 2 qitim dunyo chempionligini qo'lga keltirgan. U o'zining qor telish sohasidan chekinib chiqqandan keyingi faoliyatlari haqida to'xtalib, "Men hozir Kanada qor telish komandasiga bevosita yordam berolmasam, ammo ularni 2022-yildagi Beijing qishliq olimpik musobaqasini to'liq boykot qilishga da'vat qilaman. Xalqaro olimpik komitetining bunday bir musobaqani o'tkazishi butunlay xato. Bu musobaqani olimpik musobaqasi deyishga odamning ko'ngli bormaydi" degan. U bu vaqtdagi muxbirlarning savollariga javob berganda Sharq Turkistondagi lagerlar sistemasi va zo'r tutqunni, shuningdek Xitoy hukumatining zo'migarlik qilmishlarini alohida tilga olgan. Shuning bilan birga diplomatik boykot qilishning hargizmi kifoya qilmaydiganligini. Shu sababdan Kanada tanharakachilar o'mikining bu musobaqani to'liq boykot qilishining axloq jihatdan o'z xatoligini tuzatishning bir qadami bo'lib qoladiganligini bildirgan. Ma'lum bo'lishicha, Jero Nilson Amerika basketbol mohiri Anas Kandirdan keyin Xitoy hukumatining Uyg'urlarga qilayotgan qirg'inchiligini oshkora ayblagan yana bir tantarbiya cho'lpini hisoblanadi ekan. Hurmatli ko'ruvchilar, yuqorida Dunya Uyg'ur Qurultiyi to'g'ri televiziyasi kündəlik xəvərlər pirugrammisidə diqqətinizə sunduq. Keyin qitimliq pirugrammimizni ko'rishaylik. Görüşkə aman bo'lgaysizlar. Xayr xo'sh.